Siz yetishmovchilik nimaligini bilasizmi? Hech uyingizda nonga pul topilmagan vaqt bo'lganmi? Gazga, svetga pul to'lamaganlik uchun hech o'chib ketishganmi? Bo'lganmi sizda shunaqa vaziyat? Yo'q. Biz to'qlikda katta bo'lganmiz. Biz mana shunaqa qiyinchilikda katta bo'lganmiz. Gazsiz, svetsiz, suvda. Qorni to'qqi, qorni och bilan nima ishi bor deyishadi-yu. O'z kunini o'zi ko'rayotganlarning qiyinchiligicha. Og'riqlarni bilmaysizlar-da. Sizlar uchun inson qadri pul bilan o'lchanadi. Pulimni bermayman deysiz. Menga desa boshingizga qo'yib yoting. Siz yigit kishini omadi bilan o'ynashmang. Mayli, bir kun oyoqqa turib ketaman.